Ой, madem oldu. Heh. Organization. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Biz bugun bu 2025 yilningki boshlaridan bir so'z degan bu to'g'riliq, ya'ni AI'ninki vijdoni bormi deb bir temada leksiya qilgan to'q suhbat shaklida bo'lgandi. Ana buguncha vaqtda bundan ya'ni 2 oy muqaddamdan, 2 oy burun Amerikaninki bu AI to'g'riliq AI'ning haqida bo'lgan bir siyosiy, hamda qanday siyosiy kuch Amerikaning sachiligi desakmi bo'ldi endi. AIning vijdoni davlat kuchi bilan to'qnashgan kun. Ya'ni e, sal nimarik qo'polroq aytgan vaqtida AIning vijdoni Amerika hukumati tarafidan parchalangan kun yoki e, vijdoni yo'qotilgan kun desak bo'ldi endi. Desakmi bo'ldi. Boshlaymiz. Bugungi suhbatimizni. Litseyimizning temasi sun'iy idrokning vijdoni Amerika hukumati tarafidan rad qilingan kun. Biraz sırada qarayın. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga sun'iy idrok, ya'ni AI sohasida, kasbida yuz bergan kishini tushuntiradigan, ammo hammamizning kelgusi chetilgan bir voqea haqida so'zlab bermoqchiman. Bu voqea cho'zliqda faqat texnika haqida emas, balki vijdon bilan qudratning to'qinishi haqida bo'ldi. Yani bundan burun yani 2025 yılı minki başları men bu doğruluk söz digendim. Yani AI'ninki vicdanı bağımı. Sunni aklının vicdanı bağımı. Yani sunni aklının vicdanı bağımı. Degen demek söz digendim. E, bizninki dava açılan deyimiz. Onu sen asaslık şu dokma atrafı yığılğanlar deyimiz. Xitayninki sunni akıl yani dijital oldu hem de dijital dünya oldu. Dijital bastırışı degan bir narsada bir narsani chiqarib жүрген bo'ldi. Buni Amerikada chiqar, Amerikada chiqib жүрген. Amerikada xuddi bu o'g'irni tug'irib, u mening bir narsani o'g'irlab oldi deb o'g'irlikka arz qilgandek bir ish, kulgili bir ish bo'lib qoldi, ammo e, bu bir tushuncha bo'lsin. Endi bu vaqtda bu voqeaning kelib chiqishi, antropikning qarshiligi. O'tgan ayda, ya'ni cho'loqda o'sha 3 oyning boshlari. Ya'ni hozir Amerika Ironga hujum qilgan. Yani tajovuz qilgan cho'loqda bir oy ishga o'qindigan. Yani Amerika'nın Trump'nınki men 24 soat yo'qtiman, 48 soat yo'qtiman, 72 soat yo'qtiman, bir haftada yo'qtiman deb 2 haftada yo'qtiman deb o'zining tükürükini o'ziga yalab жүрген hozir 60 kunda bo'lib qoldi dengi. 60 kun bu 60 kun bo'lash qaz qoldi. Әмчі вақытта, мұшында бір ақчы вақытта антропикның сүнне ақыл шіркеті, yani білесіз антропик клауд AI-нікі. Bu vaqtda antropik sun'iy aql şirketi Amerika Müdafiə Ministerliyi tərəfindən milli bexəterlik xəvfi də bekitildi. Əməliyat vaqtda bu antropik vaqtda bu Amerikanın vaqtda 200 milyonluq kelishim tuzgan bular. Amerika antropik bilan Amerikaningki bexatarliklarni qildi. Amerika davlatining Pentagonlarni qildi. Pentagon joyaqda 200 milyonluq to'xtam tuzgan. Ammo Pentagon joyaqda AI'ning ishiltish cheklamasini elib etdi. Bu xohlagancha ishiltayli deb talab qildi. Ya'ni aslida antropik bilan joyaqda davlat to'xtamlashgan vaqtda buni shart to'xtam bo'ldi. Odatda to'xtam munda ishiltsa, mayag ishlatmasa degan bir narsa bo'ldi degan. Ammo joyaqda Pentagon joyaqda buni elib etdi. Undan keyin joyaqda antropik joyaqda buni elib etsan bo'lmaydi deb uning qarashi turgan gap. Shuning bilan joyaqda nima qanday qildi deyapti? Pentagon. U joyaqda seninki cheklamamizda eləyimiz biz xohlagan ishiltayli degan bir talabni qo'ydi. To'xtam imzolanib bo'lgandan keyin. Endi joyaqda bu qanday talab degan vaqtda hadi buning qanday talabligini hozir men
Mana, ikki cho'ng talab bor degan gap. Birisi jo'da birisi AI'ni to'liq avtonom, ya'ni o'zi qaror chiqargan qurollarga ishlatmaslik degan bir prinsip bor. Antropik bilan Pentagonninki imzolagan to'xtamida. İkinci joyda AI'ni Amerika fuqarolarini keng ko'lamda nazorat qilishga ishlatmaslik deydigan ikki cho'ng qurol bor degan. Mush ikki cho'ng qurolni joyda Amerika, ya'ni Pentagon hukumati joyda uni buzib tashladi. Endi bunday xiloflik qildi degan. Xiloflik qildi, uning joyda antrop qo'shilmagan vaqt qo'shilmas qana qildi joyda Pentagon uni o'zining davlat kuchini ishlatib turib joyda uni besib etdi degan. Bu 5 yil tugab qolmadi bu texe. Asli 5 yil tugatgan bo'lsa, uni keyin ishlatib so'ratdi. Ammo, qaranglar, ammo avtonom ishonchlik emas, uni askar va fuqarolarni o'z antropikning degan gapi jo'yoqda, bosh model antropikninki CEO'sining degan gapi jo'yoqda, hozirgi ilg'or AI nusxalari to'liq avtonom qurol ishlay uchun ishonchlik emas. Askar va fuqarolarni xatarga tashlaydi. Ya'ni xatarga ilib boradi demakchi. Keng ko'lamli nazorat asosini inson huquqi tajovuz qiladi degan buni asos qilgan. Ya'ni bu insoniyatning eng aqlli vijdoni shunaqa, ammo Amerika hukumati buni so'lchilik deb ta'kidladi. Ya'ni e, antropni qo'ygan ikki talab bor. Birisi AI'ni to'liq avtonom, o'zi qaror chiqaradigan qurollarga ishlatmaslik degan bir qaror. Ikkinchisi yoqda AI'ni Amerika fuqarolarini keng ko'lamda nazorat qilishga ishlatmaslik degan bir qurol bor. Asli amaliyot yoqda buni aqlli o'ylagan vaqtda bu insoniyatning eng aqlli vijdoni. Shunda turug'liq. Ammo Amerika hukumati buni so'lchilik deb aybladi va Prezident Trampning buyrug'i bilan bu shirkatning texnikasini butun hukumat organlari chekladi. Ma tugmada cheklagan bo'lsa, hamma to'xta ishlatmasa bo'lardi. Ammo shu yoqda qiziq yerim yerga kelgan. Mudofaa shirkati ministrligi 28 fevral, 27 fevral tushdan keyin shu yoqda soat 5:01 degan. Deb belgiladi. Shu paytda ta'minlash zanjiri xatarlik degan qadam besildi. Ya'ni ashna bu antropik ya'ni cloud aylanki xatarlik deganni e'lon qildi. Ammo joyda uningdan ozroq o'tgandan keyin joyda OpenAI intayin nafs qadamlanadi. OpenAIning intayin nafs qadamlab oldi. Antropik qartizimlikka kirgandan necha soat o'tibla Sam Altman, yani ilk bilsizlar OpenAI'ninki CEO'si endi. Bu joyda ikkisida mudofaa ministrligi bilan kelishim tuzildi. Ya'ni Antropikning o'rnini Sam Altman oldi degan, ya'ni OpenAI ishil degan. Buni degan bo'lsa Altman biz avtonom qurol va konkurensiya nazorat cheklaydigan shartni qo'yib, ministrlikni qo'shildi dedi. Bu haliqi xalqni aldashdan boshqa narsa emas-ku bu. Xitoydagilarga Xitoyga o'xshash usulni qo'llanadi bu yerda. Amaliyotda antropini qo'shilmagan ikki nimasi bor-ku, talab bor. Ammo ma'lumotda biz keng ko'lamda cheklaydigan shartni qo'yib, ministrlikka qo'shildi dedi. Endi unda ish bilan mumkinmi? Mumkin emas-ku, chunki antrop shu sababdan cheklangan, qo'llab chiqilgan. Siyosiy ziddiyat. Trampning asos mablag' solg'uvchisi, ya'ni Elon Musk, buni bilamiz. X aynan qurg'uvchisi. O'sha vaqtda antropni g'arb madaniyatini yomon ko'rdi deb hujum qilgan. G'arb madaniyatini yomon ko'rdi deb hujum qilgan. Altman Trampning qasam kuniga 1 million dollar e'lon qilgan. Nimishqa o'xshash shartda bir qo'dilib, yana bir mukofotlandi. Buning javobi pul va siyosat. Endi qisqartirib qo'yganman. Endi bizga nima chekildi degan bir narsa bu. Balkim siz bu Amerika armiyasining ishi-ku. Manga nima darsi, manga nima ta'siri bor, manga nima shu deb o'ylashingiz mumkin. Ammo buning ta'siri hammamizga yetadi. Texnik cheklamasi. Bugun nurg'un shirkatlar ishlatayotgan cloud sistemasi siyosiy sabablar to'sqinlikka uchrasa, xalqaro texnik zanjiri uzilib qoladi. AI axloqining o'limi. AI axloqining o'limi. Ya'ni bu voqeadan keyin vaqtda AI shirkatlari axloq yoki bexatarlik degan so'zlarni ishlatishdan qo'rqadigan bo'lib qoldi. Chunki hukumatga boqmagan axloq shirkatning vayron bo'lishiga sabab bo'ldi ekan. Ya'ni hukumatninki bu yerlik axloq kim belgilaydi? Hukumat belgilaydi degan gap. Endi razil reallik.
Antropik tarafidan rad qilingan shu kuni Amerika armiyasi Ironga qilgan hujumda qilgan Antropikni rad qildi. Ammo shu vaqtda shu kuni Amerika armiyasi Iron qilgan hujumda yana cloud texnikasini ishlatgan. Ya'ni seni cheklayman, lekin texnikani yana urush ishlataverman degan munofiqlik ko'rilgan degan. Ikki yuzlimchilik ko'rilgan degan gap bu yerda. Endi mushunda bir davlatda turib, Xitoy AI ne digital AI'da Uyg'urlarni manda bostirib bordi, unda bostirib Amerikaga arz qilganlik bayan dedim Uyg'urga Uyg'urga cho'ng Uyg'urga kichik Uyg'ur tarafdan arz kichik Uyg'urni arz qilgan deyish degan gap bandi. Üstün sebep de şirketin işlerken ama ben dedik ki şirketler AI işletiş mümkün. Bu cevapta mesela Japonya şirketleri ki Japonya'da şarkının Japonya şirketini buldu. Alimen değil mi de? Japonya şirketi cevapta kenkulam tarqalgan yani teminleş zincir xatarlik dünya ta'sir ko'rsatdi degan. AI bir xatarlikning ma'nosi o'zgardi. Ya'ni siyosiy qurolga aylandi degan. Ya'ni bu siyosiy niyat, ya'ni siyosiy qarniyatga aylandi degan. Bu AI'ning bexatarligi degan. Antropning sud qarori bu qarorning qonun asosi yo'q. 200 million dollarlik sınaq davası boshlandi. Agar shirkatingiz cloud AI yoki boshqa AI ishlasa, bu xatar sizga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin gap. Dunyoviy ta'minlash zanjiri murakkablashishi degan gap. Yana bir simvollik paket. Yani deymiz ғой енді. Tramp hukumati Antropni chiqarib o'tgan necha soatdan kelajaqda Irondagi hujum operatsiyasi dal cloud AIni ishlatgan. Ya'ni chiqarib o'tilgan kunlar dal shu AI bilan urush qilyapti degan. Bu sarxillik emas, balki axloqdan chiqdi. Axloqiy chetnash bo'ldi bu. Vijdonga ega bo'lishning tannarxi bormi davri keldi degan. Biz 2025 so'zlagan vaqtimizda AIning vijdoni bormi? Bu vijdonni kim belgilaydi? Davlat belgilamdi yoki shirkatlar belgilamdi? Yoki puldorlar belgilamdi? Qancha pulga axloqni sotadi, vijdonni sotadi? Deydi-ku, odamlarni sotayotgan hayot albatta mashinalar sotadi endi. Unday bo'lgandan keyin. Endi mashina ishib kelsin. Endi shu vaqtda bu bizim davamlı deb kelayotimiz Amerika İran urushidan, ya'ni İran tajovuzchilik qilgan joyda nimaning AIni ishladi degan gap. Nima ish qilib beka burun 200dek o'quvchi bolalarga bomba atadi? Hech qanday bir sabab yo'q degan gap. Chunki AI o'sha joyda AI hech nima qilmaydi degan gap. Faqat raqam bilan raqamni yolg'on so'zlamda yolg'on so'zlamaydi degan gap. Nima o'rgatgan bo'lsangiz shuni to'ydi, shunaqa siz hujum qildi degan. Sen buni ishlatganlar eng başta kim işletti? Ukrayna urushida, Ukrayna Rossiya urushi joyida Ukrayna ishladi degan gap. Angliyaning ta'minlab bergan, Angliya Angliyaning mashqlantirilgan dronlar orqali joyida Hindiston nimani Rossiyaningki aeroportlarini pachaqlab tashladi degan gap. Bizim joyda mashina yuzili boramiz. Nima o'tgan bo'lsa shuni tunni degan gap. O'tmagan bir narsa kelib qolsa uni o'zi analiz qilib degan gap. To'g'ri analiz qila olsa, to'g'ri hukm qila oladi degan gap. Bo'lmasa shu yerda xato hukm qiladi degan gap. İrandagi o'quvchilarniki Irondagi o'quvchilarni o'ttirishim shu-ku. Isroilga o'tiraverdi. U odam vijdon yo'q bo'lgandan keyin. Ammo bular joyda uni qildi degan gap. Bu nima ish qilyapti? Shu AI'niki ishlatganlikni yani sinaq qildi degan gapda endi. Sinaq xuddi O'rta Sharq, ya'ni G'arbiy Osiyoda endi qimdi. G'arbiy Osiyo joyda Yevropaniki, Amerikaliklarniki mashq maydoni, sinaq maydoni bo'lgandek Xitoylar joyda Uyg'ur rayoni, ya'ni Sharq Turkiston joyda sinaq rayoni qilib olgandek bir shaklda endi bu. Endi bu yoqda nimani o'ylaymiz degan vaqtda 200 Antropning 200 million dollarlik kelishimni saqlab qolish uchun ikki axloq shartini talab qildi. Mudofaa ministrligi rad qildi va muhlat belgiladi. Tramp hukumat chiqarib etib, necha soatdan keyin OpenAI bilan kelishim tuzdi. OpenAI o'xshash shartlarni qabul qildik deb da'volashdi. Shu kuni chiqarib etilgan AI amaliy urushda ishlatildi. Buni ko'rib qanday qo'yasiz? Haq so'zlagan odam chiqarib etildi, havoga qarab so'zlagan odam cho'doqda üst chiqdi degan gap. Üst chiqdi degan gap. Üst chiqdi. Davlat darajalik hodisa bo'ldi-ku bunda. Yani bunu çoğaltı Amerika, hozirda
bir gap kılanmadı da Xitayga. Amerika bundan keyin çoğakta Uygurlarga unda dijital aleti bastırış elip barma, dijital erkek kırgıcılık elip barma dep birini diyelim de asla diyemeydi. Çünkü özü, özü pok yaptırıp başlarına pok yeme diyelim de demeydi denge. Diyemeydi denge. Dise sen yine o öyle karap turdan gep. Hazır Amerika'nın 10 yıl burun Amerika'nın küçüğü bir dedik ki Xitayning küçüğü yetmesi loketdi hazır. Onu körep turadın zengin. Bunda ahval joqda texdimi xatarlayın. Bunun için qanday qilishimiz kerak deyapti? Biz o'zimizniki strategiyasini belgilab joqda shuni qarta o'zimizniki yangi bir siyosiy yo'limizni, siyosiy xaritimizni sizib chiqishimiz kerak ekan. Bu joqda o'xshash sanam, o'xshash sanamga joqda o'xshash usul o'ynamasa, o'xshash muzika, o'xshash sanamda, uni o'xshash sanamda o'ynayversak deydi qanday? Bo'lmaydi menga. O'xshash bir ishni qilib o'xshamagan natijani kutish aqlli savodku. Hech qanday bir odam qabul qilmaydigan narsa. Әмчілікта сүнне ақыл AI пәкәт техника mı degan yo'qda yoki u siyosiy siyosat huquq va axloq bilan bevosita bog'langan mı? Bu joqda 2026 yil 3-nji ay joqda 3 yildan başlar oldu hamda 3-nji joqda AI tarixida burilish nuqtasi bo'lgan bir voqea yuz berdi. Ya'ni mush voqeani demekçi. Bu voqea joqda bizga har xil savollarni qo'ygan. To'g'ri ish qilishning badali bormi? Vaqani qisqa bayatni shu. Endi antropikniki chiqarilganligi, uning keyin joyda OpenAI'niki kelgan joyda xalqni keng ko'lamda ko'zitish ishlatilmasin. Bu nima deganlik? Degan bir narsa chiqdi. Endi bu joyda AI o'zi qarori elib, odam o'ldirmasin degan. AI o'zi qarori elib, odam o'ldirmasin. Bu bayatni qildi-ku, ikki nimasi bor ekan, cheklimasi bor ekan. Bir joyda ko'zda ya. Ish, ish. Hı. Bu ikkisi bor. Tamamen avtonom qurolda ishlatmaslik. Ya'ni AI'ni tamamen avtonom qurolda ishlatmaslik. Ya'ni shu vaqtda AI'ni, ya'ni sun'iy aqlni Amerika fuqarolarini keng ko'lamda, mayli Amerika fuqarolarini deb olgan narsa, antropikni nimasi. Boshqa fuqarolarni balkim hech bo'laveradigan bo'lishi mumkin degan gapda Amerika fuqarolarini boshqa fuqarolarni ishlasang bo'ldi degan gapda endi. Endi bu vaqtda to'liq avtonom qurol shaklida ishlatilmasin, xalqni keng ko'lamda kuzatish AI ishlatilmasin. Bu nima deganlik? Menga bo'lganda AI o'zi qaror qilib odam o'ldirmasin. AI orqali butun xalq nazorat qilinsin. Bu bizning vatanimizda bo'ladi bu. Ya'ni Xitoy joyda AI orqali butun xalqni kontrol qiladi degan. Buning asosliq misoli qaysi yoqda ChatGPT. Nima ChatGPT? Nima? WeChat. Yani öz darbe biz Uygurlar işletiyorken. Belki vatan sırtında işletiyorken bo'lishi mumkin deyingan. Yani muajeratga ishlatayotgan bo'lishi mumkin deyingan. Aş yoqda eng aqalli soat. Biz sizningki har bir kalimangizni, har bir ovozingizni joyga to'xtovsiz analiz qilib turadi degan. Buni qilish ta'siri yo'q, unda ta'sir emas. Iqtisodiy kuchingiz, ixtisoslik egillaringiz, texnik kuchingiz bo'lsa, qilgan bo'lgan ishlar bu. Buni joy to'xtovsiz analiz qilib turadi. Bu orqali shu yoqda sizni dijital oltinchi yoqda kontrol qilib turadi degan. Dijital oltinchi kontrol degan gap yoqda fizikal oltinchi yoqda uni kontrol qilib ilindi degan. Bular amaliyotda inson huquqi, bexatarlik va axloq mush uchiga bevosita chetildi degan gapda hamda biz nima inson huquqi e, deganlarni da'vo qilayotganlar endi mushuni paylanib qolsa bo'ldi hamda mushuni ishlasa bo'ldi degan Amerika ishlatdi desin Xitoy ishlaydi qanday ish bu aytdimi ishlatsa bo'ldi degan endi.
Chunki Amerika uni risqi sanamaqmaydi demdi. Chunki u tutilib qoldi degan. Endi davlat bexatarligi yani AI va axloq. Bu yerda ikki to'qinish bo'ldi. Birisi davlat bexatarlik, harbiy ustunlik, tez qaror. Ikkinchi yoqda AI şirketi axloq, xatarni tuvalitish, insoniy qimmat. Savol bu yerda bo'ldi, qaysi muhim? Bexatarlikmi yoki axloqmi? Endi antropik chiqib yutilgandan keyin buni keyin OpenAI tizli kelib uning o'rnini oldi-ku. Davlat mulabni to'xtam tizdi. Bu joyda ChatGPT demakchi, yani OpenAI. OpenAI joyda bu antropik e, qabul qilmagan joyda qabul qildi degan gap. Bizmi shundoq avtonom qurol kiritishga ruxsat qilmaymiz dedi. Sam altmanda. Unda degani unda desa qanday qabul qiladi? Pentagonning ichki yuzini ko'rib qoldi unda bo'lsa. Unda savol, nima uchun antrop kirit qilindi dedi ammadan chiqib buni. OpenAI qabul qilindi. Endi siyosiy omil joyda bu yerda texnika emas, siyosat rol o'ynagan. Texnika emas, siyosat rol o'ynagan. Ya'ni Elon Muskning antropikni tanqidlab ketishi, uning ikkinchi Sam Altmanning siyosiy qo'llashlariga ega. Sanki Sam Altman Trumpningki oyog'idan chiqmaydi-ku, nimasidagi saylanlarga 1 milliondek yani qilgan 1 million dollardek. Demek AI dünyası teng oldu. Texnika, siyaset, pul. Yani bu yerde ahlak, insani qarash, insani qimmat qarashlar degan çok yo'q degan. Endi bu sizga, bizga qanday ta'sir ko'rsatadi endi? Siz ammadan joyda shirkatlar antropini ishlatayotgan bo'lishi mumkin, cloud'ni ishlatayotgan bo'lishi mumkin. Bu joyda cheklansa, boshqa AIlarga o'tish kerak degan. Uning joyda AI bexatarlikning ma'nosi o'zgaradi degan. Texnik masala hozircha bo'lsa siyosiy xatar. Masalan, bu Xitoyninki Meta şirketi, Xitoyning bir AI şirketi bor ekan. Minusmi? Minusmi? Ay seta olaman degan vaqtda Xitoy hukumat chekildi. Şirket emas. Xitoy hukumati besim ishlatib, sotmaysa deb to'xtatgan gap. Chunki nemishqa u mashq qildigan vaqtda nada mashq qildi? Xitoyda mashq qildi. Xitoyni eng yaxshi bo'lgan gap. Xitoy millatini eng yaxshi tunuydi degan gap. U bir AI sertifikatga vaqti yo'qda Xitoyni eng yaxshi analiz qiladigan texnik qurolga ega bo'ldi degan. Ala, setib olgan degan. Chunki Xitoyni eng yaxshi analiz qiladigan qurol bormi? Yo'q degan. Chunki Xitoy e, Google'dan tortib hammasini ishlatmaydi degan. Facebook, WhatsApp degan narsani ishlatadi. Cheklaydi degan. Meta joyda uning soliq nuqtiga ega emas degan. Shuning uchun joyda Meta shirkati ani setib olmoqchi bo'ladi degan. Minus setomaq Xitoyning AI şirketini setomaqchi bo'lgan gap. Buncha vaqtda Xitoy hukumati besim ishlatib joqda to'xtatib qo'ygan. 1 milliard nima deyman uniki? 1 milliard dollarlik. So'xtamni to'ngiltib degan gap. Gizikasi uni turmush usulay degan gap uni. Turmush usulablar uni Alibaba'nın жаңа жайлagandekchi, uni jaylaydi degan gap. Qonun va sud, ya'ni hukumat qarshi sudga arz qildi. Bu hukumat qarshi turgan shirkat qanday oxirlashadi degan sinoq bo'lgandi. Bu vaqa bizga nimani ko'rsatdi? To'g'ri ish har vaqt mukofotlanmadi, ba'zida jazolanadi degan jazoni ko'rsatdi. Ya'ni xulosalash, bugungi dunyo cho'qda AI faqat qurol emas. U kuch, u siyosat, u cho'qda kelgusini belgilaydi. Eng muhim jumla vijdonliq bo'lishning mu badil bar bo'lgan davrga kiryapmiz degan. Shu. Bayatdan lekin to'g'ri. Vijdonni bo'lishning tanaxi bor degan kelgandiku. Ani bu yoqda raqamlar yolg'iz so'zmaydi. Bayat nemishqa xato hujum qilganligi Irondagi bolalarniki o'lishni keltirib chiqargan 180 200 ga yaqin degan o'quvchilarniki. O'quvchilar, cho'ng odamlar emas. Antropning sud da'vosi demokratiya uchun sinoq. Demokratiya g'alaba qilandi yoki hukumat g'alaba qilgan degandek. Bu belgimcha qonun asosi yo'q. Hukumat bilan suhbatlashgan barliq shirkatlar uchun xatarlik ulga.
çıktı. O fakat 200 milyon dolarlık gelişim emas, belki hükümet karşı çıkan şirketin akıbetini gösteren sınav. Eğer bu ulgu saklansa kelgisi her qanday AI şirketi insan hukuku degan bahanada cezalanishi mumkin. Eğer antrop mag'lub bo'lsa, bu sudda her qanday bir AI şirketi vaqtda jazolanishdan qochib qutulmaydi degan. Hukumat qanchaga yaqin bo'lganlar endi qutulib qolishi mumkin, bo'lmasa jazolanadi. Ancha vaqtda eng oxirida xulosasiga vaqtimizda Bence AI kural emas, u kuch, u siyosat, u kelgusini belgilaydi. U eng muhim, eng muhim joyda vijdonliq bo'lishning badali bo'lgan davrga kiryapmiz. Ya'ni vijdon bahosi. Bir shirkat inson huquqi va ishonchlik, ya'ni bir AI shirkati demoqchi. AI shirkati vaqtda AI shirkat inson huquqi ishonchlikni tanlaganlik uchun jazolandi. Bu faqat boshlanish. Sizning shirkatingiz shundoq. Haqni degan odam uchib ketdi, bo'ldi. Havani o'qigan odam yo'qda uyisib ketdi. Bu hozirgi davlat sahnasida ko'rsatilgan gap. Ammo yoqda munozir savolni tashlab qo'yaylik. Yani AI munozir savollari. Shunday qilin, ya'ni AIni harbiy soatda ishlatish to'g'rimi? Siz qanday qaraysiz? O'zingizni qarash nima? Bexatarlik uchun axloqni qurbon qilishga bo'lamidi? AI shirkatlari siyosati qanchalik bog'liq bo'lishi kerak? Agar shu yoqda o'zingizmi mustada izlanayotgan bo'lsangiz, hmm, ay savollar izlanib baksanız texnimmo yaxshi pul deb qarayman. Shuni do'stlar, bugungi dunyoda to'g'ri so'zli qilishning, vijdonli bo'lishning badali intayin yuqori bo'ladi degan. Bularni bizdeklarning ustidan. Xuddi bir shirkat rost gap qilgan odam chiqarilib fursat biras havoga degan qo'shtin naqshlaymiz. Havoga qarab ish qilganlarning ismini havo o'zgarishi qarab demoqchi emaydi. Havoga qarab ish qilganlarning chiroyi boshlan chiroyi qarab demoqchi emaydi. Ishqilani o'sib ketganga o'xshash xalqaro siyosatning sunniy idorning axloq chegarasi ni qo'g'dayman deganlar zarbaga uchraganligini ko'rdik. Raqamlar yolg'on so'zlamaydi, ammo insonlar yolg'on so'zlaydi. Biz AI davriga qadam qo'ydik, ammo bu texnikaning tizigini kimning qo'lida? Vijdonningmi yoki qudratningmi? Bu biz astoydil o'ylash tegishli masala. Shuni bugunlik suhbatim mushad bu. Oxirlasin diqqatinglar berganingizga rahmat. Boshqalarga tavsiya qilib qo'yishinglarni umid qilamiz. Agar bu to'g'riliq texnik ko'p suhbatlar bo'lishini orzu xohlasanglar, komment shaklida bildirsanglar, ovozing qancha ko'p bo'lsa, shu shu temada tushgan temalarga asosan suhbat ilib boramiz. Bo'ldi, savoling bo'lsa sana bo'ldi, bo'lmasa bugun mushayichlik bo'lsin.